Bu kanal shundoq qilib kavlanganki, proyekti shunaqangi tuzilganki, kanal o'zini o'zi yuvadi. Bu kanal hech qachon tozalanmaydi, o'sha mexanizm yordamida yoki qo'l kuchi yordamida hech qachon tozalanmagan kanal o'z-o'zini yuvadigan kanal. Xususiyati shunda. Yana bir savol tug'iladi. Mana Paxtaboddami, shu Qoradaryodan boshlanadi degan tushuncha borda odamlarda. O'shanga ozgina aniqlik kiritib bering. Endi bu kanalimiz Qoraдаryoni mana hamma yaxshi biladi. O'sha siz aytgandek Paxtabod tumanida Qoradaryoga to'g'ri kelib qolgan kanal borilganda. Qoradaryoga shu kanaldan qancha suv borib qo'shilsa, keyin shu miqdordagi suvi kanalda davomiga beriladi o'sha daryo tomonidan. Shuning uchun ham ko'pchilik buni tushunmasdan Qoradaryodan boshlanadi kanal, Paxtaboddan boshlanadi deb tushunishadi. Aslida unaqa emas. Kanal shu daryoga, hali bizni suvchilar tilida birinchi trakt deydi. Birinchi trakti 44 kilometr bu kanalni. Shu hozirgi siz bilan men gaplashayotgan hududga borguncha 44 kilometr. Ikkinchi trakti endi o'sha hududdan boshlanadi. Bu u yog'i 301 kilometr masofaga ketadi. Oxiri hali aytganimizdek Tojikistonni Ashtida tugaydi.